Yashnobodda bunaqa qasr uyi borligini bilmagan ekanman. Mana bunaqa 12 sotu yer maydoniga oppoqqina high-tech, ayniqsa mana devordagi patsiyentliklarni qaranglar. Shunaqa chiroyli ko'rinyapti. 800 kvadrat ishonasizlarmi? Kelinglar, sizlarga bir boshdan ko'rsatib beraman. Parkovka qismini ko'ryapsizlarmi? Bemalol 2-3 ta mashinanglar ham ko'rmadim deydigan parkovka qismi. Bu yerda tapchalar qo'yib qo'yishgan, oila davrasida o'tirish uchun yozgi oshxonani ham ko'ryapsizlar, qozon o'choqlargacha sharoitlar qilib qo'yilgan. Bu yerda uyimizning spa zonasi, spa zonamizni ham ko'ryapsizlar, o'zining ichida basseyn, saunalari, basseynimiz ham isiydi. Bu yer tarafga keladigan bo'lsak, bizning uyimizda bir etajkalikda bu yerda 2 ta xona bor. Mana zal va spalni. Spalnining o'zining ichida sharoitlari ham bor va bu yerdan to'g'ridan-to'g'ri oshxonaga chiqib ketsa ham bo'ladi. Ana endi bu uyimizning ichini sizlar bilan birgalashib ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Mana uyimizni qaranglar, kirib kelishimiz bilan mana shunaqa keng, katta hol sizlarni kutib oladi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ayniqsa mana bizning yonidagi patsiyentliklarni qaranglar, uyimizga yanada ko'rk bag'ishlab turibdi. Kelinglar, sizlarga birinchi mana shu xonalardan boshlab ko'rsatib beraman. Birinchi etajimizning o'zida naq 3 ta xona mavjud. Birinchi yotoqxonamiz o'zining ichida sanuzellargacha joylashtirilgan. Bu yerda ham xuddi shunaqa xona, bu yerga kirib o'tirmaymiz va yana bitta yotoqxonamiz. Ko'ryapsizlar, har bitta yotoqxona juda keng qilingan. O'zining ichida sanuzellari bilan tayyor holda sizlarni kutib turibdi. Ko'ryapsizlar, sanuzellarining ichi ham juda ham akkuratli qilingan. Va uyimizning yashash maydonini eslatib o'taman, 8 kvadrat metr tashkil qilyapti. Uyimizning yashash maydoni. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, yana bitta xona bor. Bu xonamizni ham o'zining ichida sanuzellarigacha tayyor qilib qo'yilgan. Marhamat, bu yerda ham sanuzeli bor. Xonani ko'ryapsizlar, planirovkani o'sha olgan odam o'ziga moslashtirib, divan kreslolarini bemalol qo'yaversa bo'ladi. Va bu yoqqa keladigan bo'lsa, yana bitta kattagina zalimiz bo'lyapti. Zalimizdagi qandilga alohida bitta like yurakchani qizartirib qo'yamiz. Kattaligini ko'ryapsizlar, ayniqsa did bilan qilingan. Rangni tanlashda gap bo'lishi mumkin emas. Kelgan mehmonlar ham mazza qilib dam oladigan, dam olib o'tiradigan joy bo'lgan. Ana endi kelinglar, sizlar bilan bu uyimizning oshxonasini ko'rib chiqamiz. Oshxonasi ham juda ham zo'r qilingan va uy egalariga shu joyda bitta 5 baho qaranglar. Oshxonadan tashqari ham mana shunaqa oila davrasida o'tiradigan joylar ham qilib qo'yishibdi. Shaxsan menga juda ham yoqdi va marhamat, oshxonani ko'ryapsizlar. O'rtada stolichniklari, hamma sharoitlari qilib qo'yilgan va bu yerda boya aytganimdek, bir etajkalikdan to'g'ridan-to'g'ri oshxonaga o'tib ketsa bo'ladi. Ana endi sizlar bilan birgalashib ikkinchi etajga yo'l olamiz. Bu esa bizning ikkinchi etajimizda. Qaranglar, ikkinchi etajga chiqsamiz mana shunaqa noodatiy qandillar qo'yilgan va ikkinchi etajimizning hol qismiga alohida bitta baho berib qo'yamiz. Juda ham chiroyli. Ishonasizlar, mana shu ikkinchi etajda naq 6 ta yotoqxona bor. Kelinglar, bir boshdan sizlarga ko'rsatib beraman. Birinchi yotoqxonamiz ko'ryapsizlar, o'zining ichida sanuzellarigacha tayyor holda turibdi. Ko'ryapsizlar, bu yerda ham oynalari, planirovkasi juda ham chiroyli qilingan va shuni ro'parasida ham yana xonalarning birinma-ketin sizlarga ko'rsatib beraman. Olgan odam o'sha bu yog'ini xohlasa kinozal qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yoqda ham ko'ryapsizlar, bu yoqdan eng plyus tarafini hozirga yetib o'tib keting. Marhamat, kattagina terrasasi bor. Terrasani ko'ryapsizlar, ayniqsa yozda mazza qilib o'tiradigan joy bo'lgan. Bu yonida ham o'zimizda mana shunaqa har bitta xonani eslatib o'tgandek sanuzellarigacha bor mana. Endi har bittasini ko'rsatib o'tirmayapman, o'zingizlar ko'ryapsizlar. Kelib o'zingizlar o'sha oladigan odam kelib bemalol ko'z bilan ko'ryapsa bo'ladi. Va yana bitta xonamiz. Bu xonadan ham to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni terrasaga chiqsa bo'ladi. Ikkala etaj ham полностью теплый pol qilingan. Bu xonamizda ham xuddi shunaqa o'zining ichida sanuzellari, oynalarini ko'rasizlar, televizorlarga joy tashab ketilgan va shuni ro'parasida ham xuddi shunaqa xonamiz bor. Buni xohlasizlar kabinet, xohlasizlar bolalar yotoqxonasi qilib qo'ysanglar bo'ladi. Lekin tanlangan ranglarni ko'rasizlar, ko'zni ortmaydi. Ya'ni ishdan kelib charchagan odam mazza qilib dam olib o'tiradigan joy bo'lgan. Bu eng katta xonamiz. Bu xonamizdan to'g'ridan-to'g'ri terrasaga va o'zining ichida sanuzellari va garderoblarigacha, marhamat, garderobni ham ko'rasizlar. Garderoblarigacha joy tashab ketilgan. Ko'ryapsizlar, ikkinchi etaj o'zida naqd 6 ta umumiy hisobda ko'rilgan, 9 ta xonasi bo'lyapti. Xo'p,
turgan joyimizga keladigan bo'lsak, Yashnobod tumani Olmos mahalladamiz 12 sotuv yashash maydoni 8 kvadratli uy sizlarga video obzorini qilib berdik. Juda ham sochin narxlarda sotilyapti. Pastda egalarining raqamini qoldiramiz. To'g'ridan to'g'ri bog'lansanglar bo'ladi. Ishoninglar, Olmos mahallada bunaqa narxda bunaqa uy topa olmaysizlar.